Bahar istemirem bir gülünmese Zar seyreylerim her gülünmez aman ey aman Bular nasıl olmaz ey aman ey aman aman
Belki şair bana bir muhabbet dayan. Amra'yı başı üstün han. Geçemezsen de bulsaydı iman. Kamurun azmine rasına ile dayan. Aman ay sen kimseler yarsan. Kara yüz buy, kara yüz buy, kara yüz buy, kara yüz buy. Sevil-sevilib turmush qurayotgan aziz kelin-kuyovlarni tabriklash so'z navbatini eng yaqin insonlarimizga bersak. Bugungi shodiyona kun bilan mana shu ikkala oilani ham chin yurakdan tabriklash maqsadida mana yon qo'shnilar, jon qo'shnilar bo'lmish Xudolar akani shu yerda Xudolar aka mana shu ikkala oilani ham siz yaqindan taniysiz. O'z oilangiz nomidan mana shu to'y berayotgan qarindoshlarni, ham qo'shnilarni tabriklasangiz, yaxshi niyatlaringizni aytsangiz. Rahmat. Hakikaten hem bugün Emin Buğa bilen Uruk'ta olmanın önünde yakşı kuvançlı gün. Ana şunun günler hemmelerin önünde olsun. Ana şu günkü gelip şu etken gelin, şu kocalık için, komşular için, yelat için bir kutluk kadam olsun. Şu hemen hürmet kıladığın bir edepli ikramlı kelip olsun. Şu Emin Buğa'nın hem vakit tapkanların toyuna tamaşasına buyursun. Gelin uzak yaşasın, gelin bilen kiyev, baklı olsunlar. Bundan keyinki işlerinde muvaffakiyet dileyim. Erzatları kök olsun. Şu hemen günde iyileşmiş toylar çok bulaversin, tapman tutkanlarınız toya buyursun. Rahmet. Rahmat. Sağlık, salomatlik dilimiz. Aziz do'stlar, mana shu har bir kasbning bir ustozi bo'ladi. Mana shunday farzandlarni tarbiyalagan aziz ustozlarimiz ham mana shu yerda ishtirok qilmoqdalar. Mana yoshlarni kommunistik ruh bilan, zamonaviy ruh bilan tarbiyalagan, endilikda esa Duruzba nohiyasining xalq ta'limi bo'limining mudiri bo'lib keladigan mana shu Kamoljon aka O'razboyev ishtirok qilmoqdalar. Kamoljon aka mana bu ishlarda eng ajoyib kechaning muhtaram ishtirokchilari, mana bugun Amin ağamızning, O'xta yengamizning, umuman hamma oilalarimiz uchun bir quvonchli kun. Bugun ana ukamiz Bagandagi bosh qo'sh bo'ldi. Mana Karamat ham bugun kelinchak bo'lib bu yerga qadam ranjida qildi. Shuning qadami qutlug' bo'lsin. Karamat ham bilan oilaga baraka kelgan bo'lsin, quvonch kelgan bo'lsin, shodlik kelgan bo'lsin, baxt kelgan bo'lsin. Ish qilib, yengamizga, ag'amizga shuni xizmatlari buyursin. 2 yosh shunday bir aql, baxtli oila qursinki, bu kattalar uchun ham, kichiklar uchun ham havas qiladigan yaxshi oila bo'lsin. Qilib qo'sha qaring. Niyatingizni yeting, kam bo'lmang. Ana shu kelin-kuyov bilan, mana ag'amiz ham, yengamiz ham endi hamma orzu niyatlarına yetib shu bilan quvonib bir piri badavlat ajoyib yashash nasib qilsin. Shu kelin muborak bo'lsin sizlarga. Rahmat Kamoljon aka, istaklaringizga biz ham qo'shilamiz.
Aziz do'stlar, endi mana kelin-keldi hamma o'zining yaxshi niyatlarini aytdilar. Shunday to'y egalarini iltimos tushib qoldi, kelinchaklik salomini aytib berdi. Shu kelin o'rnidan tursalar, shu kelinchaklik salomini olsin. Kelinchaklik o'limini yod etsang, odob bilan keksa yoshni shod etsang, yuzi ochiq, shirin so'z xushkamol bo'l. Eng avvalo shu davraga salom qil. Andishaga ham odobga o'rgatgan, hayot uchun to'g'ri yo'lni ko'rsatgan, mehr bilan peshonamiz silagan, tinchligimiz, baxtimizni tilagan, bobolarga, momolarga egilib, jur-jur qilib bergin kelinchak salom. Sevishganlar so'zi bitta ahli bo'lar. Qadam bosgan ostonasi taxtli bo'lar. E'zozlasa qaynotasini o'z otam deb, saodatli bir umrga baxtli bo'lar. Qimmatli qaynotangiz ham egilib bering kelinchak salom. Ona qalbi osmon kabi bepayon, farzandlarga xudoyizot bu ayon. Xizmat bilan shod aylasang dilini, kelajaksan mehr ishonch kunini. Sendek kelinchakni 20 yillar orzu qilib kutgan qaynonangiz ham egilib bering kelinchak salom. Har og'angning har bir ishda o'rni bor. Hurmat topgan bari yerda e'tibor. Chin baxtingni, shodligingni o'ylasang, maslahatim barchasini siylasang, shu qaynog'alaringizdan egilib, jut qilib bering kelinchak salom. Qayin ega singillaring kulib qarar. Dumboq farzandlaring yuvib tarar. Shular bilan shirin bo'lar hayotlaring. Parvoz qilsang, shular sening qanotlaring. Qimmatli qayn opa singillaring ayilib baray. Necha kundir atrofingda parvona, baxting tilar, sho'x o'rtog'i dugona. Kelishganlar to'yga bog'shom, tabrik aytib ko'tarishlar xotinjon. Sizlarga olam baxt tilab o'tirgan kelinchak dugonajonlaringizga bering salom. Do'st tilagi haqdan bo'lsa keladi. Do'st ko'pning baxti mudom keladi. Bugun sizga ko'p do'stlar baxt tilaydi. Baxt tilamoqchi bo'lgan do'stlarga, yo'q do'stlarga ham egilib bering kelinchak salom. Nondek aziz elimiz bor pokiza dil. Sen ulardan tug'ishgandek yaqinlik bil. To'y muborak qilib kelgan qiro ko'zlar, baxtingizdan quvonishib tabrik so'zlar. Yaxshi niyatlari ro'yobga chiqayotgan siz yoshlarga baxt tilab, iqbol tilab kelgan barcha to'y qatnashchilarga, sozandayu xonandalarga, oshpaz hamda eng yaqin do'stlarga egilib berib kelinchak salom. Rahmat, o'tirishingiz mumkin. Aziz do'stlar, yana navbatni san'atkorlarimizga beramiz. Chunki mana shu san'atkorimizni, O'ktamjon akamizni xalqimiz sevib kutib olganlar, uning qo'shiqlariga xalqimiz mushtoq. Kelin-kuyovlarning eng yaqin dugonalarini, do'stlarini, qarindosh urug'larini, bagandik bilan karomatxonlarning uzal oqshomda o'ynab beramiz deb berib qo'ygan qarindosh urug'larni, opa-singillarni, barchalarini raqqosa qizimizlarga o'yinga taklif qilamiz. O'g'lim san'atkorlarga beramiz. Mana davramizga qo'shilib Adaklar jaranglasin, kuy jaranglasin. Avonni to'ldirib o'ynatadilar. Ne qilmoqchilar bu kabi har bir aylanib o'ynasizlar. Mutabaqat qilgan muhabbatlar. Ma'lumotlarni qiluvchi barcha yoshi keksalarni o'yinga olishni Ama geçmedik. Ben uzattık mı? Uzatmasın. Hey. Kay ha. Hani. Şişirmek bilasam axir? Ha, yaxshilab. Yaqindaroq zikildat, yaxshilab, zikildat. Zikildim axir? Jon. Zavarı. Oynatmaysiz. Keting. Hey, tamam, her ne tam pişiriyorum. Keting. Nimaga? Gang 5 konsertlar. Ay, yolg'on qaradi. Qorta.
Sevseniz candan sevin. Sonuçta can kıylanmasın. Sevseniz candan sevin. Ucu kısa olsun buna gidip çıkıyor da. Acayip olmadı. Yaman gider şu. Şey kap baba. Zakonlar başında. Tamam ben de bilmedi bu. Bu yatış geri gel. Bilmedi sana yaşlanmak. Oliver verin de şu açık kalsın zakonu bulsun. Akban gitsin olur. Bak bir yazarı var. Ucu kısa olur. Ucu kısa olur. Ucu kısa. Şunda çıkarız. Yok acayip olmadı. Şişe ağzına kısa verin. Ulan kısa olsun. Açıkan ne gene atıp dipsin lan. Havasa gider da. Saya koyacağım. Hiçbir aşık külmesin. Çaypa verin mi gönülde gine tutan. İşk vakıda diyanar. Umdiyar bulsun sadakat. Hiç kaçan Yaksa çaypa bunu. Ana şu ne? Az mı kaçak bunu? umdiyar bulsun sadakat. Hiç kaçan Kısa kız. Kız. Çek ama. Hey. Orada çok atmadım ben. Ağzına gel. Şurada direkt. Sen kadar aslan kadar yavrum Sakın daha üstünden ne? Kay içime indi dur. Sen kadar aslan kadar yavrum olsun olsa eğer Ketse al çeksin zemin o asman kıynanmasın Ketse al çeksin zemin o asman kıynanmasın Beğenmen yerin yamaya acayip bol çıktı lekin. Motoru yine de bir duruşum var hadi. Ben 2 motor yeni geldim böyle lekin. Kasada kalsa buraya bak buraya okuyan yaşamaz. İçin. Tamam. Karın çıkan lan ya. Yok hemen alından neyime kuyup verinden bir kadar. Yanlar kuyuldu mu? Yok. Al bakımdan iç taşın yapılacak. Dökme o. Televizyonda gösterdiler aldan bir bana. Yalan sohbet izleme. Yalan sohbet izleme yok mu? Sohbet izleme. Hemen gel. Anlaşılan çıkacak. Biz ki mehman bir-biravga Xonadondir bu vatan Bir-biravni qiynamaylik Xonadon qiynalmasin Bir-biravni qiynamaylik Xonadon qiynalmasin Diyorum ben neden nasıl? Bu ne söyle tamam.
Cezdan şu diyor bula kadar yüzden. Şimdi sen zayat mıyım lan onu? Sevseniz candan sevin, sonuçta can kıyılmasın. Bir mehirge düş gelir, çin mihriban kıyılmasın. Bir mehirge düş gelir, çin mihriban kıyılmasın. Buna sizlar uçtunuzlar mı? Bir-biringizni arqa